Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazida ilg'or tajribasi respublika miqyosida ommalashgan pedagoglarni yig'ib, juda ham chiroyli taqdirlash marosimi tashkillashtirildi. Bu marosim bizlar uchun juda ham katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Sababi 29 nafar o'tgan yilgi ish tajribasi ommalashgan ustozlar qatorida bu safargi ustozlarning saviyasini va sonini ortganligi bizni juda ham xursand qiladi. Qolaversa, ta'lim sifati uchun 49 tajriba nomli jurnalning tashkil etilganligi hamda bu jurnalda ish tajribasi respublikada ommalashgan ustozlarning tajribalari to'liq bir joyda jamlanganligi bu albatta ham quvonarli, ham tarixiy voqea bo'lib hisoblanadi. Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi tomonidan tashkillashtirilayotgan va chop etilishi kutilayotgan ushbu jurnalning ko'lami keyingi yillarda yana ham kengayishiga albatta ishonamiz va 49 nafar ish yanagi yilda 100 nafarga oshishiga umidvormiz.